Nevroz va depressiya qayerda va qanday davolanadi? Xalqning ko'plab qatlamida nevroz va depressiya kasalligi bo'yicha noto'g'ri tushuncha shakllangan. Insonlar o'ylashadiki, nevroz bu yoki tana kasalligi yoki qanaqadir diniy kasalligi deb o'ylashadi va uni davolashda turli xil variantlar bilan bog'liq tasavvurlarga ega bo'lishadi. Kimlardir doktor qabulida davolanadi deb o'ylasa, kimlardir albatta statsionarda, ya'ni bolnitsada yotish kerak va ukol, dori, kapelnitsa orqali davolash kerak deb o'ylashadi. Kimlardir esa bu uchun, ya'ni domlani yoki folbinni kulbasiga borish kerak va o'sha yerda qandaydir sehr bilan davolash kerak deb o'ylashadi. Yana kimlardir esa psixolog qabuliga borish kerak va psixolog huzurida meni davolashadi va meni bu muammodan bartaraf etishadi deb o'ylashadi. Aslini olganda bu hammasi haqiqatdan yiroqda. Haqiqat shundan iboratki, siz malakali psixolog, psixoterapevt qabuliga tashrif buyurasiz. Mutaxassis sizni holatingizni o'rganadi, sizni shikoyatlaringizni o'rganadi va bu uchun sizga avvaliga kerakli bilim beradi va shu bilan birgalikda muammongizni bartaraf etish uchun kerakli tavsiyalar va kerakli qo'llanma bilan sizni boyitadi. Siz esa mana shu olgan bilimlar, olgan tavsiyalarni hayotga chiqib, o'zingiz hayotga tatbiq etishingiz kerak bo'ladi. Chunki nevroz va depressiyalar bu insonning shaxsiyati, insonning fe'l-atvori va insonning odatlari kasalligi hisoblanadi. Sizning shaxsiyatingiz, fe'l-atvoringiz va odatlaringizni esa faqatgina siz o'zgartirasiz. Albatta mutaxassis yordamida, mutaxassis qabulida siz muammolaringiz va shikoyatlaringizni muhokama qilasiz, mutaxassisdan kerakli tavsiyalarni, kerakli qo'llanmani olasiz va hayot davomida siz olingan tavsiya va qo'llanmalarni o'zingiz o'z hayotingizga tatbiq etib, muammolaringizni bartaraf etasiz.